sizda anchadan beri belingiz og'riydi, lekin shubhalanyapsiz. Nimadan ekan bu? Grijami yo boshqa sababmi? Keling, men sizga qisqacha grijani tez uchraydigan belgilarni aytib o'taman. Agarda shu belgilar sizda bo'lsa, katta ehtimol bilan sizda grija bo'lishi mumkin. Birinchi belgi bu og'riq beldan boshlab yoki quymichdan boshlab oyoqqa tushishi. Buni sababi hamma oyoqqa tushadigan nervlar o'sha umurtqadan, beldan boshlanib, keyin oyoqqa tushadi. Shu sababli og'riq ham beldan yoki quymichdan boshlab oyoqqa tushadi. Og'riq yurganingizda yoki engashganingizda kuchayishi. Bu o'sha siqilgan nerv tortilishi hisobiga bo'ladi. Shuning uchun engashganda yoki yurganda og'riq kuchayadi. Uchinchi belgi o'sha og'riq tarqalgan sohada og'riqdan tashqari uvishish bo'lishi ham, ayniqsa oyoqda. Bu ham nervni sezuvchi tolalarni siqilishini belgilaridan bittasi. Ba'zi og'irroq holatlarda siqilgan nerv sababli oyoq quvvati pasayishi, hattoki ba'zi holatlarda nafaqat oyoq quvvat pasayishi, tos a'zolarini, peshob kelishi, ich kelishlarni buzilishi, hatto jinsiy faoliyatni buzilishiga ham olib kelishi mumkin. Og'riqni beldan boshlab oyoqqa tushishi sabablaridan o'sha mana ko'rib turibmiz, grija mana umurtqada chiqqan, oyoqqa chiqadigan nervni ezgan. Shu sohada ezilish bo'lgani uchun og'riq bel yoki quymichdan boshlab nerv yo'nalishida oyoqqa tushib boradi va o'sha yo'nalishda og'riq beradi. Og'riq yurganimizda kuchayishining sababi ham shu siqilgan nerv tortiladi yoki engashganda kuchayishining sababi ham shu. Tortiladi. Shuning uchun bemorlar o'sha nerv tortilgani sababli ko'pincha og'riq bor tarafga qiyshaysh bo'ladi. Ba'zi holatda teskari tarafga qiyshaysh bo'ladi. Shuning uchun grijasi bor bemorlar og'riq kuchli payti ko'pincha bir tarafga qiyshayib yurishiga sabab ham shu. Nerv grija bilan siqilganda sezgi tolalarining ishi faoliyati buziladi. Shuning uchun shu nerv yo'nalishi bo'yicha uvishish, karaxtlik hosil bo'ladi. Og'irroq holatlarda qattiq siqilganda nervning harakatchan tolalari ham shikastlanib boshlaydi. Shuning uchun oyoq quvvati pasayadi. Agarda grija yuqoriroq sathda bo'lsa va o'rtada bo'lib ikkala tarafga boradigan nervni siqsa, ikkala oyoq quvvat pasayib ba'zida falajlikkacha ham borishi mumkin. Hattoki ichki tos a'zolarini faoliyatini buzilishiga ham olib keladi. O'sha peshob kelishi, ich kelishi, ba'zi holatlarda jinsiy faoliyatga ham ta'sir qiladi. Shuning uchun grijan boshlang'ich belgilari uchraganda ko'p vaqt cho'zmasdan mutaxassisga murojaat qilish kerak. Chunki boshida qilingan muolaja, vaqtida qilingan muolaja albatta og'ir asoratlarning oldini oladi birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda yaxshiroq, tezroq tiklanishga sababchi bo'ladi. Qabul keladigan bemorlarimizning ko'p qismi afsuski birinchi belgilar boshlangan paytda kelishmaydi. Turli xil tanish bilish, qo'shnilarning tavsiyalariga birinchi amal qilib ko'rishadi. Keyin qanaqandir tabobatdagi murojaat qilishadi, issiqlik qo'yishadi, ba'zilar cho'zdirishadi, ba'zilar urib davolattirdik deyishadi, lekin bizga kelishganda ko'pincha nerv faoliyati buzilgan holatda kelishadi. Ya'ni oyoq harakati уже susaygan, sezgisi ham ancha susayib qolgan, oyoq quvvati pasayib qolgan. Buna holatlarda afsuski yarimga yaqin holatda shu holatga kelganda operatsiyadan keyin tiklanishga ham ko'p vaqt ketadi. Ba'zi holatlarda hattoki tiklanmay qolishi ham mumkin. Shuning uchun sizlardan iltimos yoki tavsiya desak ham bo'ladi. Vaqtida murojaat qilib o'z sog'lig'ingizga befarq bo'lmanglar, og'ir asoratligicha olib kelmanglar. Bemorlar bizga muammo bilan qabul kelganda, disk churrasiga bizda taxmin bo'lganda albatta MRT tekshiruvini o'tkazamiz. Ba'zida zarurat bo'lsa MCKT va nervlarni shikastlangan darajasini tekshirish uchun NMG degan tekshiruv ham qilamiz. Bunda chunki sababi MRT shikastlanish darajasini bizda belgilay olmaydi, NMG tekshiruv kerak bo'lib qoladi. Tekshiruvlarni o'tib, tashxisimiz aniq bo'lgandan keyin biz bemor holatiga qarab, boshlang'ich holatdagi, yengilroq holatdagi bemorlarimizga birinchi konservativ, ya'ni dori-darmon va fizioterapiya davolaridan davolashni boshlaymiz. Va shu ko'p holatda o'zi 70-80% holatda shu bilan yaxshi natijaga erishamiz. Lekin afsuski bunaqangi holatda
ko'pchilik bizga kelmaydi. Bizga kelganda ungacha hamma narsani qilib ko'rishgan bo'ladi. Qisman dori darmon olishgan, fizioterapiya, boshqa an'anaviy yoki noan'anaviy davolash usullarini ham qilib ko'rishgan bo'ladi. Oxiri hech qatdan natija bo'lmagandan keyin bizga kelishadi. Bunaqa holatda konservativ davodan natija olish qiyin bo'lgan holatda bo'ladi. Operativ davoga biz ko'rsatma qo'yib, operativ davo tavsiya qilamiz va o'tkazamiz. Biz qo'llaydigan amaliyotimiz endoskopik amaliyot. Hozirgi zamonning eng kam jarohatli, lekin yaxshi natijali, kam nojo'ya ta'siri bor metod hisoblanadi, usul hisoblanadi. Endoskopik amaliyotdan keyin ikkinchi kundan bemorlarimiz bemalol o'zini o'zi boshqarib, o'zini ehtiyojlarini o'zi hal qila oladi. Ikkinchi katta afzalliklardan biri keyingi asoratlari yoki nojo'ya ta'sirlari boshqa turdagi eski ochiq amaliyot operatsiyalariga solishtirganda ancha kam, xavfsizlik darajasi ancha yuqori. Xalqaroda masalan disk grijasining endoskopik operatsiyasida nojo'ya asoratlari misol uchun 2% dan 8% gacha deyilganda asorat. Bizda mana shu 2%, даже 2% dan ham pastroq, ya'ni eng yaxshisi darajasida xalqaroni. Xalqaroni ham ramkasi borda bundan bungacha. Agar sizda ham belingiz og'rib, disk grijasiga shubhangiz bo'lsa, ko'p joylarga murojaat qilib, muammongizga yechim topa olmagan bo'lsangiz, bizga murojaat qiling, biz sizga chiroyli yechimni Xudo xohlasa topib beramiz.